Assalomu alaykum do'stlardagilar. Mana sho'rchida bir ishimiz yana o'z nihoyasiga yetdi. 362 kvadratlik ishimiz. Uyimizni polni aynalasi bilan tunikofon qilib berdik. Ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Bu mana darvozadan kirish joyi. Uyimizda kimgadir agar tunikofon xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. ...162 kvadrat material ketdi uyimiz aynalasiga polni. Ko'rib berishlaringiz mumkin. Taraf navislari bilan qilib berdik. Polni uyimiz aynalasi ham tafavkali fason bo'lgan. Fasonlari liniyaga kepkak poложено turibdi. Kimga ishni tunikofon xizmati kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin.